Meni ko'rgan odamlar orqamdan shivirlashadi. Ba'zilari esa ochiqchasiga yuzimga tupuradi. Tuppa-tuzuk yigit. Kuch-quvvati joyida. Borib onasi tengi kampirga uylandimi? Erkaklik g'ururi qayerda qoldi deyishadi. Ularning gapi to'g'ri. Mening ismim Asad. Yoshim 25 ta. Bo'yim baland, ko'rinishimdan kamchiligim yo'q. Ammo men o'z xohishim bilan o'zimdan 35 yosh katta ayolga Muhabbat xonimga uylandim. Hamma meni jigolo, oltin ovchisi deb o'ylaydi. Ular mening Muhabbat xonimning pullariga uchganimni, uning hashamatli uylarida yashashni istaganimni gapirishadi. Lekin hech kim biror marta mendan "Asad, nega bunday qilding? Seni nima majbur qildi?" deb so'ramaydi. Haqiqat esa har doimgidek odamlar o'ylagandan ancha achchiq va qo'rqinchliroq. Hammasi 3 oy oldin onamning to'satdan yiqilib qolishi bilan boshlandi. Biz otasiz o'sgandik. Onam bechora bozorda ko'kat sotib meni va singlimni katta qildilar. O'qitdilar, yemay yedirdilar. Men institutni bitirib endigina ishga kirgan paytlarim edi. Bir kuni ishdan kelsam, onam hovlida hushsiz yotibdilar. Tez yordam, kasalxona, reanimatsiya. Doktorning gapi boshimga bolg'adek urildi. Yurak klapanlari ishdan chiqqan. Zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Germaniyada yoki Janubiy Koreyada. Narxi kamida $150,000. Bir oy ichida qilinmasa, onangizni yo'qotasiz. $150,000. Bu bizning oddiy oilamiz uchun fantastik summa edi. Men yugurdim. Qarindoshlardan so'radim, yuz burishdi. Bankka bordim, garovga qo'yadigan mol-mulkim yo'q deb kredit berishmadi. Do'stlarimdan qarz so'radim, hammasi bahona qildi. Vaqt esa o'tib borardi. Onam kundan kunga so'lib borardilar. Har safar ularning ko'zlariga qaraganimda o'zimni ojiz va notavon his qilardim. Nahotki men yosh va sog'lom erkak bo'la turib onamni qutqara olmasam deb o'zimni yeb bitirardim. Qo'shimcha ish qidira boshladim. Kunduzi ofisda, kechasi taksichilik qilardim. Lekin bu pullar dorilarga zo'rg'a yetardi. Taqdirning hazilini qarangki, men Muhabbat xonim bilan aynan taksichilik qilayotganimda tanishdim. Yomg'irli tun edi. Buyurtma bo'yicha shahar markazidagi eng qimmat restoran oldiga bordim. Mashinamga yoshi 60larga borgan, lekin o'ziga juda oro bergan, eknida qimmatbaho mo'ynali postin, barmoqlarida brilliant uzuklar taqqan ayol o'tirdi. Bu shahardagi yirik qurilish kompaniyalaridan birining egasi Temir xonim laqabli Muhabbat Sultonova edi. U orqa o'rindiqda Birov bilan telefonda qattiq gaplashardi. Men senga aytdim, bu tender mening qo'limda bo'ladi. Menga dushmanlik qilganlar tirik qolmaydi, tushundingmi? Men indamay mashinani haydadim. Manzilga yetgach, u sumkasidan $100 kupyurani uzatdi. Qaytimi yo'q, bola, qolgani senga choychaqa, dedi u mensimay. Men pulni oldim-da, unga qaytarib berdim. Menga Birovning sadaqasi kerak emas, haqim qancha bo'lsa, shuni bering yoki maydalab keling. Muhabbat xonim menga birinchi marta e'tibor bilan qaradi. Uning ko'zlarida hayrat va qiziqish paydo bo'ldi. Odatda hamma uning oldida egilib turardi. "G'ururing baland ekan, yigit", dedi u kinoya bilan. "Pulga muhtojga o'xshaysan, lekin sadaqa olmaysan. Isming nima?" "Asad." "Telefon raqamingni yozib qoldir, balki menga shaxsiy haydovchi kerak bo'lib qolar." Men raqamimni berdim, lekin u qo'ng'iroq qiladi deb o'ylamagandim. Ertasiga u telefon qildi. "Ofisimga kel, gap bor." Bordim. Uning ofisi butun bir qasrga o'xshardi. Muhabbat xonim meni stulga o'tkazdi. "Men seni surishtirdim, Asad", dedi u to'g'ridan to'g'ri. "Onang kasal ekan, operatsiyaga katta pul kerak, senda esa bir tiyin yo'q." Qizarib ketdim. "Bu mening shaxsiy ishim. Endi bu mening ham ishim bo'lishi mumkin", dedi u va stol ustiga qalin konvert tashladi.
Bu yerda $200,000 bor, onangni operatsiya qildir, keyin davolanishga sanatoriyaga yubor, hammasiga yetadi. Yuragim hapriqib ketdi. Onam tuzaladilar. Rahmat, xonim. Nima xizmat bo'lsa ayting, qul bo'lib ishlayman, o'limga ham tayyorman. Muhabbat xonim kuldi. Bu kulgi sovuq va g'alati edi. Menga puling ham, xizmating ham kerak emas, Asad. Menga kerak. Qulog'imga ishonmadim. Tushunmadingmi? Sen menga uylanasan, dedi u xuddi biznes shartnomasi imzolayotgandek. Rasmiy nikoh, ZAGS, katta to'y. Hammasi qonuniy bo'ladi. Lekin siz tilim aylanmay qoldi. Siz mendan ancha kattasiz-ku. Ha, men sening onang tengiman, nima bo'libdi? Muhabbat xonim o'rnidan turib deraza yoniga bordi. Menga yosh kelishgan kerak. Odamlarning ko'zini bo'yash uchun emas, menga elkadosh kerak. Buning sababini keyin bilasan. Shartim shu, sen menga uylanasan, men onangni davolataman. Agar rozi bo'lmasang, hozir chiqib ket, onangning taqdiri sening qo'lingda. O'yladim. O'zimning or-nomusim, yigitlik g'ururim, kelajagim va onamning hayoti. Ko'z oldimda onamning oqarib ketgan yuzlari, bolam deb pichirlashlari keldi. Agar hozir yo'q desam, u onam o'lib qolsalar, o'zimni hech qachon kechira olmasdim. Erkaklik g'ururi onamning jonidan ustunmi deb so'radim o'zimdan. Yo'q, ustun emas. Boshimni ko'tardim va Muhabbat xonimning ko'zlariga tik qaradim. Roziman. To'yimiz shahardagi eng qimmat restoranda bo'ldi. Bu to'y emas, sirk o'yini edi. Muhabbat xonim oppoq kelinlik libosida, 60 yoshda, yuziga 1 tonna pardoz qilib olgandi. Men esa qora kostyum shimimda xuddi qurbonlikka olib ketilayotgan qo'ydek turardim. Zalda yuzlab mehmonlar bor edi. Muhabbat xonimning biznes hamkorlari, dushmanlari, qarindoshlari. Hamma bizga qarab kulib shivirlashardi. Qara, nevarasi tengi bolaga tegibdi-ya. Bolani qara, pul uchun o'zini sotibdi. Ikkalasida ham uyat yo'q ekan. Mening qarindoshlarim to'yga kelishmadi. Faqat singlim keldi, u ham burchakda yig'lab o'tirdi. Onam kasalxonada edi, operatsiya muvaffaqiyatli o'tgandi. Muhabbat xonim va'dasida turib pulni o'tkazgandi. Onamga chet elga ishlagani ketyapman, pul jo'natdim deb aldagandim. Agar ular mening kampirga uylanganimni bilsalar, o'sha zahoti yuraklari to'xtab qolardi. Nikoh o'qildi, ZAGSdan o'tdik. Kuyov, kelinni o'ping deb baqirishdi mast mehmonlar. Men Muhabbat xonimning ajin bosgan, qalin qilib surtilgan yuziga yaqinlashdim. Uning o'tkir atir hidi dimog'imga urildi, ko'nglim aynib ketdi. Zo'rg'a yuzidan o'pib qo'ydim. Muhabbat xonim esa g'olibona jilmayib turardi. U go'yo butun dunyoga men nima xohlasam, shuni olaman deb jar solayotgandek edi. To'y tugadi. Bizni hashamatli Rolls-Royce Muhabbat xonimning shahar chetidagi qasriga olib ketdi. Yuragimda qo'rquv bor edi. Hozir eng dahshatli payt keladi. To'y kechasi. Men 25 yoshdaman, u 60 da. Bu ayol bilan qanday qilib bir to'shakda yotaman? Qanday qilib unga erlik qilaman? O'zimni zo'rlaymanmi? Yo u mendan oddiy o'yinchoq sifatida foydalanmoqchimi? Yotoqxonaga kirdik. Bu xona juda katta, qirollar yotoqxonasiga o'xshardi. O'rtada ulkan karavot. Muhabbat xonim eshikni qulfladi. U menga o'girildi. Uning yuzidagi o'sha sovuq biznesmen ayol niqobi birdan yo'qoldi. U charchagan, keksaygan ayolga aylandi. Boshidagi kelinlik ro'molini, fatasini yulib tashladi. Menga yaqinlashdi. Ko'zlarimni yumdim. Bo'ldi, Asad, chida. Onang uchun bu sening bunching deb o'zimga buyruq berdim. Lekin Muhabbat xonim kutilmagan ishni qildi. U shkafni ochdi va u yerdan bir dasta qog'oz va to'pponcha olib chiqdi. "Yechinma, Asad", dedi u jiddiy ovozda.
Bugun to'y kechasi bo'lmaydi, jinsiy aloqa haqida unut, men seni to'shagimni isitish uchun sotib olmadim. Hayron bo'lib ko'zimni ochdim. Unda nega? Nega menga uylandingiz? Muhabbat xonim stulga o'tirdi va to'pponchani o'ynay boshladi. Chunki men o'lyapman, Asad. Menda saraton bor yo'g'i 6 oyim qoldi. Qotib qoldim. Saraton. Ha, mening milliardlab pulim bor, lekin hech kimim yo'q. Jiyanlarim, qarindoshlarim hammasi mening o'lishimni kutib, merosimni bo'lishish uchun pichoq qayrab turishibdi. Agar men hozir o'lsam, ular mening yagona qizimni tiriklayin yeyishadi. Qizingiz, hayratdan yoqa ushladim. Sizning qizingiz bormi? Hamma sizni farzandsiz deb biladi-ku. Bor. Lekin u oddiy emas, u nogiron. Ruhiy kasalliklar ro'yxatida turadi. Muhabbat xonim to'pponchani menga uzatdi. Bu kecha uxlamaysan, eshik tagida poyloqchilik qilasan, chunki bugun tunda mening jiyanlarim meni o'ldirishga urinib ko'rishlari mumkin. To'y kechasi suiqasd uchun eng qulay payt. Tayyormisan, kuyov bola? Haqiqiy to'y endi boshlanadi. To'pponchani qo'limga oldim. U og'ir edi. Demak, men kampirga er bo'lish uchun emas, balki qonli urush askari bo'lish uchun kelgan ekanman. Tayyorman, dedim. To'y kechasi. Tashqarida tun qorong'ulikka cho'mgan, xona ichida esa o'lim sharpasi kezib yurardi. Muhabbat xonim, o'sha Temir xonim, dori ichib, karavotda behush bo'lib uxlab qoldi. Uning yuzi pardosiz juda keksaygan, azob chekayotgani bilinib turardi. Uxlashidan oldin menga eshikni ichkaridan qulfla va ko'zingni lola qilib o'tir, agar kimdir kirmoqchi bo'lsa, ot javobini o'zim beraman, degandi. Men qo'limda og'ir Makarov to'pponchasi bilan eshik yonidagi kresloda o'tirardim. Soat tungi 3 bo'ldi. Sukunat shunchalik og'ir ediki, devordagi soatning chiq-chiq etishi bolg'adek eshitilardi. O'ylardim, men kimman o'zi? Kechagina onasining dorisi uchun yugurib yurgan oddiy yigit edim, bugun esa milliarder kampirning qo'riqchisiman. Agar hozir kimdir kirsa, rostdan ham otamanmi, odam o'ldira olamanmi? Shu payt eshik tutqichi sekin, juda ehtiyotkorlik bilan pastga bosildi. Yuragim to'xtab qola yozdi. Eshik qulflangandi. Tashqaridagi kimsa eshik ochilmaganini bilgach, biroz to'xtab qoldi. Keyin eshik tirkishidan nimadir tiqib qulfni ochishga urina boshladi. Bu oddiy mehmon yoki xizmatkor emasdi, bu o'g'ri yo bo'lmasa qotil edi. Oyoq uchida yurib eshikka yaqinlashdim, to'pponchani shayladim. Qift etdi, eshik sekin ochildi. Ostonada qora kiyimdagi, yuzi niqoblangan bir sharpa paydo bo'ldi. Qo'lida pichoq ushlab olgandi. U xonaga bir qadam qo'yishi bilan men uning bo'yniga to'pponchani tiradim. Qimirlama, otib tashlayman, dedim past, ammo vahshiy ovozda. Sharpa qotib qoldi, pichoq qo'lidan tushib ketdi. Men uning niqobini yulib oldim. Bu yoshgina yigit Muhabbat xonimning uyidagi haydovchilardan biri Anvar edi. O'ldirmang, Asad aka, deb yig'lab yubordi u pichirlab. Meni majburlashdi. Kim majburladi, deb so'radim to'pponchani uning chakkasiga bosib. Qahramon aka, Muhabbat xonimning jiyanlari. Borib tekshir, agar kampir uxlagan bo'lsa, mana bu dorini uning stakaniga qo'shib qo'y, dedilar. Muzlab qoldim. Anvar cho'ntagidan kichkina flakon idishcha chiqardi. Zahar. O'z jiyani o'z ammasini to'y kechasi zaharlab o'ldirmoqchi bo'lgan. Yo'qol, dedim Anvarni itarib. Agar bu haqda bir og'iz gap desang yoki yana urinib ko'rsang, seni qahramon emas, men o'ldiraman. Anvar qochib ketdi. Eshikni qayta qulfladim va tonggacha mijja qoqmadim. Bu uy qasr emas, ilonlar uyasi ekan. Ertalab Muhabbat xonim uyg'ondi. U ancha tetiklashgandi. Tunda bo'lgan voqeani aytib berdim. U hayron qolmadi, shunchaki labini tishladi. Qahramon shoshqaloqlik qilibdi, demak ular mening o'lishimni kutishga sabri chidamayapti. U menga qaradi.
Rahmat, Asad, sen sinovdan o'tding, endi senga eng katta boyligimni ko'rsataman. Biz 3-qavatga ko'tarildik. Bu qanotga hech kimning kirishi mumkin emasdi, derazalar panjaralangan, eshiklar temirdan edi. Muhabbat xonim kalit bilan eshikni ochdi. Xona ichi kutilmaganda yorug' va rang-barang edi. Hamma yoqda o'yinchoqlar, rasmlar, gullar. Xonaning o'rtasida molbert oldida bir qiz o'tirardi. U orqasi bilan o'tirgandi, uzun qop-qora sochlari beliga tushib turardi. Marjona, dedi Muhabbat xonim yumshoq ovozda. Qiz o'girildi. Men hayratdan qotib qoldim. U juda go'zal edi, yoshim tengi, ehtimol mendan kichikroq. Yuzi farishtadek beg'ubor, ko'zlari katta-katta. Lekin bu ko'zlarda aql uchquni yo'q edi, u xuddi 5 yoshli boladek boqardi. Marjona meni ko'rib cho'chib tushdi va onasining orqasiga berkinib oldi. Oyi, bu kim? Demi, deb so'radi u qaltirab. Muhabbat xonim uni bag'riga bosdi. Yo'q, qizim, bu dev emas, bu Asad aka, u bizning himoyachimiz, u seni hech kimga xafa qildirib qo'ymaydi. Marjona menga ishonqiramay qaradi, keyin qo'lidagi qo'g'irchoqni menga uzatdi. O'ynaysizmi? O'zimni g'alati his qildim, yuragim ezilib ketdi. Shunday go'zal qiz, milliarder ayolning qizi, lekin aqli zaif. O'ynayman, dedim va qo'g'irchoqni oldim. Marjona kuldi. Uning kulgusi shunchalik sof ediki, bu kir va xavfli uyda yagona yorug'lik shu edi. Muhabbat xonim meni chekkaga tortdi. U autizmning og'ir formasi bilan tug'ilgan, bundan tashqari bolaligida otasi, mening birinchi erim, uni mast holida qattiq urgan, shundan keyin rivojlanishdan to'xtab qoldi. U 22 yoshda, lekin aqli 7 yoshli bolanikidek. Muhabbat xonim yig'lab yubordi. Asad, agar men o'lsam, qahramon uni jinnixonaga tiqadi, u yerda uni xorlashadi, o'ldirishadi. Ular uchun Marjona shunchaki merosga to'siq. Sen Marjona uylanishing shart emas, lekin qonuniy vasiy bo'lishing kerak. Mening butun boyligim Marjona qoladi, sen esa uni boshqarasan, evaziga senga 30% ulush beraman. Faqat qizimni asra. Marjona qaradim, u yana rasm chizishga kirishgandi, kapalak rasmini chizayotgandi. Tushundimki, endi ortga yo'l yo'q. Men nafaqat onam uchun, balki shu begunoh qiz uchun ham bo'rilar bilan olishim kerak. Tushlik vaqti bo'ldi. Muhabbat xonim, endi mening oilam bilan tanishasan, dedi. Katta zalda uzun stol atrofida o'nlab odamlar o'tirardi. Ular Muhabbat xonimning jiyanlari, amakivachchalari va ularning xotinlari edi. Biz kirishimiz bilan hamma jim bo'ldi, nigohlar menga qadalgandi, masxara, nafrat, hasad. Stolning to'rida Muhabbat xonimning o'ng tomonida 35 yoshlardagi semiz, ko'zlari ayyor bir erkak o'tirardi. Bu qahramon edi, kechasi Anvarni yuborgan buyurtmachi. "Ho, kelin kuyovlar tushdilar-ku", dedi qahramon baland ovozda kulib. "Xolajon, tunda yaxshi dam oldingizmi? Kuyov bola vazifasini o'tadimi?" Stol atrofidagilar xoxolab kulishdi. Mushtimni tugdim, lekin indamadim. Muhabbat xonim joyiga o'tirdi. "Qahramon, ovqatingni ye, chaynab yutib yuborma, tiqilib qolmasin", dedi u xotirjam. Bu gapda zaharing o'zingga qaytmasin degan ishora bor edi. Qahramonning kulgusi o'chdi, u menga oqrayib qaradi. Tushlikdan keyin hovliga chiqdim, toza havo olishim kerak edi. Ortimdan qahramon keldi, qo'lida sigaret bor edi. "Quloq sol, yigitcha", dedi u tutunni yuzimga puflab. "Sen bu o'yinni tushunmayapsan, sen shunchaki qo'g'irchoqsan, xolam seni foydalanib keyin axlatga tashlaydi. Bu mening ishim", dedim. "Senga taklifim bor." Qahramon menga yaqinlashdi. "Xolamning qancha umri qolganini bilaman, u o'lgandan keyin baribir hech narsasiz qolasan, biz seni sudga beramiz, nikohni soxta deymiz, qamatamiz. Lekin agar hozir bizga yordam bersang, senga $500,000 beraman va onangni Germaniyaga o'zim jo'nataman." "Nima qilishim kerak?" deb so'radim uni sinash uchun. "Juda oddiy, xolamning dori qutisini almashtirib qo'yasan, yoki Marjona xonasi kalitini menga berasan,
u jinnini bir joyga sayohatga jo'natamiz. Demak, ularning maqsadi aniq muhabbatni o'ldirish yoki Marjonni yo'q qilish. Men qahramonning yoqasidan oldim. Meni eshit, qahramon, dedim tishimni tishimga bosib. Men sotilmayman, onamni o'zim davolataman. Agar Marjonni yoki Muhabbat xonimga bitta barmog'ingni tegizsang, seni o'z qo'lim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Qahramon qo'limni siltab tashladi. Afsuslanasan, bola, juda qattiq afsuslanasan. Onangdan xavotir olsang bo'lardi, kasalxonada hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu ochiq tahdid edi. Men uydan otilib chiqdim va mashinaga o'tirdim. Ular onamga zarar yetkazishmoqchi. Kasalxona tomon gazni bosdim. Lekin ko'zgu orqali qaraganimda orqamdan ikkita qora jip tushganini ko'rdim. Ular meni ta'qib qilishyapti. Shahar ko'chalarida quvib o'tish o'yinini boshladim. Ulardan qochishim kerak edi, agar ular onamning qaysi palatada yotganini bilishsa. Telefonim jiringladi, notanish raqam. Ko'tardim. Asad, dedi notanish ovoz. Orqangdagi mashinalardan qochishga urinma. Onangning palatasida hozir mening odamim o'tiribdi. Uning qo'lida shprits bor. Agar mashinani to'xtatmasang, onang yurak xurujidan vafot etadi. Tormozni bosdim, mashina g'ijirlab to'xtadi. Orqadagi jiplardan barvasta yigitlar tushib kelishdi. Ular mening mashinam eshigini ochib meni tashqariga sudrab chiqarishdi va boshimga qop kiydirishdi. Dunyo qorong'ulashdi. Faqat bir narsani o'ylardim, onamni qutqara olmadimmi? Zulmat qarida. Boshimga chelaklab sovuq suv quyilganda o'zimga keldim. Ko'zimni ochdim, atrof simsiyoh qorong'i emasdi, xira lampochka yorug'ida edi. Qo'lim bog'langan holda temir stulda o'tirardim, atrof nam va zax, devorlari beton, bu qandaydir eski omborxona yoki yerto'la edi. Qarshimda qahramon turardi, qo'lida temir tayoq, armatura o'ynardi, yonida esa o'sha meni o'g'irlab ketgan ikki barvasta yigit. Xo'sh, qahramon, dedi qahramon masxaromuz kulib. O'zingga keldingmi, onangni o'ylayapsanmi? Onamga tegsang, deb baqirmoqchi bo'ldim, lekin jag'imga tushgan kuchli zarbadan og'zim qonga to'ldi. Qahramon sochimdan ushlab boshimni ko'tardi. Menga qara, bola, menda vaqt kam, hozir onangning oldidagi odamingga telefon qilaman. Agar aytganimni qilmasang, onangning ukoliga havo yuborishadi, 1 daqiqada o'ladi. U telefonini karnay gromki rejimiga qo'ydi. Alloh boshi, dedi telefondagi ovoz. Kampir uxlayapti, hamma narsa tayyor, buyruq bering. Vujudimni sovuq ter bosdi. Nima qilishim kerak, deb so'radim xirillab. Qahramon jilmaydi. Aqlli bola, mana bu qog'ozga qo'l qo'yasan. Unda yozilganki, men Asad, Muhabbat Sultonovani aldab uning ishonchiga kirib, Marjonni vasiyligini olish uchun unga uylandim. Aslida maqsadim uning boyliklarini o'zlashtirish va Marjonni ruhiy kasalxonaga yuborish edi. Bu qog'oz bilan xolamni sudga beraman, nikohni bekor qildiraman va vasiylikni o'zim olaman. Sen esa firibgarlik bilan 10 yilga ketasan, lekin onang tirik qoladi. Tanlov dahshatli edi. Onamning hayoti yoki Muhabbat xonim va Marjonni taqdiri. Agar qo'l qo'ysam, qahramon Muhabbat xonimni o'ldiradi, Marjonni jinnixonaga tiqib yuboradi, men xoin bo'lib qolaman. Agar qo'l qo'ymasam, onam o'ladi. Menga qalam ber, dedim boshimni egib. Qahramon xursand bo'lib qo'limni yechdi va qalam uzatdi. Qalamni oldim, qog'ozga egildim. Qahramon menga yaqin kelib jarayonni kuzatib turardi. Shu payt bor kuchimni to'pladim va qalamni qahramonning qo'liga emas, to'g'ri ko'ziga sanchdim. Qahramon, voy dod, deb baqirib yuzini ushlab yiqildi. Men stuldan sakrab turdim va yonidagi yigitning qorniga boshim bilan zarba berdim. Lekin 3-yigit chaqqon chiqdi. U orqamdan kelib bo'ynimdan bo'g'di. Havosiz qoldim, ko'z oldim qorong'ulashdi. Qahramon bir ko'zi qonagan holda o'rnidan turdi. Uning basharasi vahshiy tus olgandi. "O'ldiringlar", deb baqirdi u. "Itday o'ldiringlar buni, onasini ham qo'shib o'ldiringlar." Ayni shu vaqtda Muhabbat xonimning qasrida g'alati ishlar bo'layotgandi.
Muhabbat xonim meni yo'qolib qolganimni sezib xavotirda edi. Telefonim o'chgan, mashinam ko'chada qoldirilganini gips orqali bilishgandi. To'satdan 3-qavatdan Marjona xonasidan dahshatli chinqiriq eshitildi. Muhabbat xonim yugurib chiqdi. Marjona xonaning o'rtasida o'tirib bor ovozi bilan qichqirardi. Uning oldida qog'oz va qora qalam bor edi. U qog'ozni butunlay qora rangga bo'yab tashlagandi. Faqat o'rtasida qizil bilan chizilgan bir shakl bor edi. Nima bo'ldi, qizim? Muhabbat xonim uni quchoqladi. Marjona qaltirab rasmga ishora qildi. Asad aka qorong'i. Qon, dedi u duduqlanib. Bo'ri yeyapti, Asad akani, bo'ri yeyapti. Keyin Marjona derazaga yugurib borib shahar chetidagi eski sanoat zonasi tomonini ko'rsatdi. Anavi yerda, qutqaring. Muhabbat xonim qizining g'ayritabiiy sezgisi borligini bilardi. Autizm bilan og'rigan ba'zi insonlarda shunday qobiliyat bo'ladi. U darhol telefonini oldi va maxsus raqamni terdi. Bu raqam politsiya emas, balki shaharning ko'lankadagi xo'jayini, eski tanishi Said Baraka edi. Said, yordaming kerak, kuyovimni o'g'irlashdi. Qahramonning ishi, lokatsiyani jo'nataman, tiriklayin topish kerak, qarzim bo'lmaydi. Yer to'lada meni do'pposlashardi. Polga yiqilgandim, og'zimdan, burnimdan qon ketardi, qovurg'alarim singan bo'lsa kerak, nafas olishim qiyin edi. Qahramon tepamda turib tepardi. O'lasan, iflos, baribir o'lasan. U yerdan armaturani oldi. Boshingni majaqlab tashlayman. U armaturani ko'tardi. Men ko'zimni yumdim va onam bilan xayolan vidolashdim. Kechiring, oyi. Shu payt yerto'laning temir eshigi dahshatli gurs etgan ovoz bilan buzilib tushdi. Ichkariga qora maskali, avtomat qurollangan 4 kishi bostirib kirdi. Hech qanday ogohlantirishsiz o'q uzildi. Qahramonning yonidagi yigitlar oyoqlaridan yaralanib yiqilishdi. Qahramon cho'chib ketib armaturani tashladi va qo'llarini ko'tardi. Qo'ymanglar, men qahramonman, Muhabbatning jiyani. Niqoblilardan biri oldinga chiqdi va qahramonning jag'iga shunday kuchli musht tushirdiki, qahramon hushidan ketib yiqildi. O'sha odam niqobini yechdi. Bu 50 yoshlardagi, chandiqli yuzli erkak Said Barakaning odami edi. U menga yaqinlashdi, iplarimni kesdi. Tirikmisan, kuyov bola, deb so'radi u tozal ovozda. Qaynonang seni juda qadrlar, bunday tezkor guruhni har kimga ham yubormaydi. O'rnimdan zo'rg'a turdim, boshim aylanardi. Onam, dedim xirillab. Kasalxonada, qahramonning odami bor. Xavotir olma, dedi qutqaruvchi. Bizning yigitlar allaqachon kasalxonada, o'sha mehmonni hojatxonada bog'lab qo'yishdi, onang xavfsiz. Yengil tortib devorga suyandim, lekin ko'zim polda hushsiz yotgan qahramonga tushdi. G'azab meni qamrab oldi. U onamni o'ldirmoqchi bo'ldi, u meni xorladi. Yerdan qahramonning armaturasini oldim. Qutqaruvchi meni to'xtatmadi, qiziqish bilan kuzatdi. Qahramonning tepasiga keldim. Uni o'ldirishim mumkin edi, bir zarba va tamom. Lekin men qotil emasman, hali emas. Armaturani uning qo'l barmoqlari ustiga tushirdim, suyaklarning qarsillagani eshitildi. Qahramon hushsiz holida ham ingrab yubordi. Bu onamni qo'rqitganing uchun, dedim. Keyingi safar boshing bo'ladi. Meni Muhabbat xonimning uyiga olib kelishdi. Darvoza oldida Muhabbat xonim va Marjona turardi. Mashinadan tushishim bilan Marjona yugurib keldi. U meni qonga belanganimdan qo'rqmadi. Asad aka, deb meni quchoqlab oldi. Bo'ri ketdimi? Og'riqqa qaramay uning sochlarini siladim. Ketdi, Marjona, bo'ri endi tishlay olmaydi. Muhabbat xonim menga yaqinlashdi, uning yuzida g'urur bor edi. Sen erkaksan, Asad, haqiqiy erkak. Qahramonni o'ldirmaganing yaxshi bo'ldi. O'lik qahramondan ko'ra mayib qahramon bizga xavfsizroq, endi u sendan qo'rqadi. Ichkariga kirdik, xizmatkorlar mening jarohatlarimni bog'lashdi. O'sha kecha tushundimki, mening hayotim butunlay o'zgardi. Men endi oddiy taksichi Asad emasman, men bu oilaning bir qismiman va bu urushda g'alaba qozonishim kerak.
Ertasiga ertalab Muhabbat xonim meni kabinetiga chaqirdi. U juda jiddiy edi. Asad, endi asosiy ishga o'tamiz. Qahramon o'yindan chiqdi, lekin meni o'ldirishga urinayotgan boshqa kuch bor va bu kuch Marjona haqiqiy otasi bo'lishi mumkin. Otasi. Hayron bo'ldim. U o'lgan demagandingizmi? Shunday degandim, hamma shunday deb o'ylaydi, lekin u tirik va u Marjona borligini bildi. Endi u qizimni olib ketmoqchi, chunki Marjona shunchaki kasal qiz emas, uning qonida milliard dollarlik sir yashiringan. Muhabbat xonim kabinetida sigaret chekib o'tirardi, qo'llari titrardi. Men uning qarshisida hali ham jarohatlarim og'rig'ini his qilgan holda o'tirardim. Asad, senga Marjona otasi o'lgan degandim, boshladi u chuqur xo'rsinib. Aslida u tirik, u oddiy odam emas, u Sultonali, eshitganmisan? Bu ismni eshitib etim junjikib ketdi. Sultonali 90-yillarda butun respublikani titratgan, hozir esa chet elda yashab yashirin bizneslarni boshqaradigan kriminal avtoritet edi. Marjona uning qizi, davom etdi Muhabbat xonim. Biz yoshligimizda birga yashaganmiz. Sultonali meni emas, mening boshqaruvchilik qobiliyatimni sevardi. Marjona tug'ilganda u autizm bilan tug'ilganini bilib bizdan voz kechdi. Menga nogiron bola kerak emas, deb bizni ko'chaga haydadi. Unda nega hozir Marjona unga kerak bo'lib qoldi, deb so'radim. Muhabbat xonim seyfni ochdi va u yerdan eski bir fotosuratni oldi. Unda 5 yoshli Marjona qandaydir raqamlar yozilgan doska oldida turardi. Marjona aqli zaif bo'lgani bilan unda savant sindromi bor, uning xotirasi kompyuterdek, u bir marta ko'rgan narsasini umrbod eslab qoladi. 15 yil oldin Sultonali politsiyadan qochib ketayotganda o'zining butun boyligi, olmoslar va offshor hisob raqamlarining kodlarini yagona xavfsiz joyga yashirmoqchi bo'ldi. U bu kodlarni qog'ozga yozishdan qo'rqdi. U 5 yoshli Marjona chaqirib, unga uzun raqamlar va belgilar ketma-ketligini ko'rsatdi. Qizim, buni yodlab ol, bu bizning o'yinimiz, dedi. Marjona bir qarashda yodlab oldi. Keyin Sultonali qochib ketdi. U o'yladiki Marjona ulg'aygach kodlarni aytib beradi, lekin u bilmasdiki Marjona gapirmay qo'yadi va faqat o'z dunyosida yashaydi. Tushunyapsanmi, Asad, dedi Muhabbat xonim ko'zimga tikilib. Marjona miyasida kamida 100 million dollarlik boylikning kaliti bor. Sultonali buni biladi. U qaytib keldi. U qizini davolatmoqchi yoki sevgani uchun emas, uning miyasini ochib kodlarni olish uchun qidiryapti. Agar Sultonali Marjona olsa, kodlarni bilgach uni o'ldiradi, keraksiz guvoh sifatida. Dahshatdan qotib qoldim. Bechora begunoh Marjona. U shunchaki tirik seyf ekandi. Bu suhbatdan keyin Marjona bo'lgan munosabatim butunlay o'zgardi. Men unga endi milliarderning qizi deb emas, taqdirning qurboni deb qaraydigan bo'ldim. Ko'p vaqtimni u bilan o'tkaza boshladim, uning xonasiga kirib rasm chizardim. Marjona g'alati qiz edi, u gapirmasdi, lekin nigohlari bilan hamma narsani tushuntirardi. Bir kuni bog'da aylanib yurganimizda u to'satdan to'xtadi, yerda yotgan yarador chumchuqni ko'rdi. Marjona chumchuqni kaftiga oldi, unga nimadirlar deb pichirladi va menga uzatdi. "Tuzating", dedi u sekin. Men chumchuqning oyog'ini bog'lab qo'ydim. Marjona xursand bo'lib mening yuzimga qo'lini tekkazdi. Uning qo'llari yumshoq va issiq edi. "Asad aka yaxshi", dedi u va boshini ko'kragimga qo'ydi. O'sha lahzada men g'alati hisni tuydim. Bu sevgi emasdi, erkak va ayol o'rtasidagi emas, bu qandaydir chuqur mehr va mas'uliyat hissi edi. Tushundimki, bu qizni bo'rilarga yemishiga yo'l qo'ymayman. U mening singlimdek, qizimdek bo'lib qolgandi. Oradan 2 hafta o'tdi. Bir kuni kechki ovqat paytida Muhabbat xonim to'satdan qoshig'ini tushirib yubordi. O'rnidan turmoqchi bo'ldi-yu, gandiraklab yiqildi. Og'zidan qora qon keldi. Muhabbat xonim deb yugurib borib uni ko'tardim. Tez yordam, shaxsiy shifokorlar. Muhabbat xonimni yotoqxonaga yotqizishdi. Doktor boshini chayqadi. Metastazlar miyaga o'tibdi, sanovli kunlar qoldi, balki 1 hafta, balki undan ham kam.
Muhabbat xonim o'ziga kelganda meni chaqirdi. Uning ovozi juda past edi. Asad, vaqt keldi. Notariusni chaqirganman. Hamma narsani, butun kompaniyani va Marjona vasiyligini sening nomingga o'tkazdim. Endi sen bu imperiyaning qirolisan. Faqat ehtiyot bo'l, men o'lishim bilan Sultonali hujumga o'tadi. Qahramon ham qamoqdan chiqish yo'lini qidiryapti. Meni Marjona yoniga olib chiq, u bilan xayrlashay. Marjona olib kirdim. Marjona onasining o'layotganini his qildi shekilli, yig'lamadi. U onasining qo'lini ushlab uzoq vaqt o'tirdi. Muhabbat xonim qizining sochlarini silab ko'z yosh to'kdi. Meni kechir, qizim, men senga yaxshi ona bo'lolmadim, seni yashirdim, uyaldim. Endi Asad akang bor, unga ishon. Ertasiga ertalab Muhabbat xonimning dorilarini olish uchun dorixonaga chiqqandim, xavfsizlik uchun o'zim borardim. Mashinamga o'tirmoqchi bo'lganimda yonimda qora Mercedes Gelandewagen to'xtadi. Oynasi tushdi, orqa o'rindiqda oppoq kostyum kiygan, sochlari oppoq, lekin qarashlari burgutdek o'tkir bir kishi o'tirardi. Bu Sultonali edi. Men uni suratda ko'rgandim. "O'tir, Asad", dedi u xotirjam ovozda. "Gaplashamiz." Qochishning iloji yo'q edi, atrofni uning soqchilari o'rab olgandi. Mashinaga o'tirdim. Sultonali menga qimmatbaho sigaret qutisini uzatdi. "Chekasanmi?" "Yo'q. Yaxshi, sog'lom turmush tarzi menga yoqadi." U menga sinchkovlik bilan qaradi. "Sen yaxshi yigitsan, Asad, onang uchun o'zingni qurbon qilding. Muhabbat senga nimalar dedi, meni yirtqich qotil dedimi? U sizni qizingizdan voz kechgan odam dedi." Sultonali kuldi. Muhabbat har doim voqealarni o'ziga moslab gapiradi. Men voz kechmaganman, u qizimni o'g'irlab ketgan. Mayli, o'tmishni qo'yaylik, kel biznes haqida gaplashamiz. Muhabbat o'lyapti, u o'lgandan keyin sen uning hamma narsasiga ega chiqasan, lekin o'ylab ko'r, sen kimsan? Oddiy taksichi, sen bu imperiyani boshqara olmaysan, seni yeb qo'yishadi. Qahramon, prokurorlar, raqobatchilar. Bir oyga ham bormaysan, yo qamalasan, yo o'lasan. Nima taklif qilyapsiz, deb so'radim. Sultonali barmog'idagi uzukni aylantirdi. Menga faqat qizim kerak, Marjona. U mening qonim, men uni davolatmoqchiman. Shveysariyada eng zo'r klinikalar bor. Senga taklifim shunday, Muhabbat o'lgandan keyin vasiylikdan voz kechasan va Marjona menga berasan, evaziga. U oldimga diplomat chemodan qo'ydi. "Ochib ko'r." Diplomatni ochdim, ichida ko'k dollar taqqanlab turardi. "Bu yerda $1 million bor, naqd va Dubaydan kvartira, senga yangi pasport qilib beraman. Onangni olib xohlagan joyingga ketasan, boy, erkin va baxtli yashaysan. Hech qanday nogiron qiz, hech qanday dushmanlar, hech qanday bosh og'rig'i. Faqat bitta imzo va qizni menga topshirasan." Boshim aylandi. $1 million. Bu pul bilan nafaqat onamni, balki butun avlodimni ta'minlay olardim. Marjona-chi? Axir bu uning o'z otasi-ku, balki rostdan ham davolatar, balki Muhabbat xonim bo'rttirgandir. Lekin Marjona ko'zlari esimga tushdi. "Asad aka, bo'ri ketdimi?" degani. Muhabbat xonimning so'zlari, kotlarni olgach uni o'ldiradi. "O'ylab ko'r", dedi Sultonali. "Vaqting kam, Muhabbat bugun yoki ertaga uziladi. Agar taklifimni rad etsang, men baribir qizimni olaman, lekin unda sen tirik qolmaysan, onang ham. Tanlov o'zingda." Mashinadan tushdim, qo'limda diplomat yo'q edi, lekin Sultonalining tashrif qog'ozi cho'ntagimda edi. Uyga qaytdim. Marjona zinada o'tirib meni kutayotgan ekan. "Keldingizmi?" dedi u xursand bo'lib. Men unga qaradim. $1 million yoki shu nogiron qizning hayoti. Shayton qulog'imga pichirlardi. "Pulni ol, qiz baribir kasal, u hech narsani tushunmaydi. Otasi nima qilsa qilsin, sen o'z hayotingni qutqar." Marjona oldiga o'tirdim. "Marjona, agar men ketsam, otang bilan ketasanmi?" Marjona cho'chib tushdi. U mening qo'limni mahkam ushlab oldi.
Yo'q, ota yomon, ota uradi, ota qorong'i xonaga qamaydi. Asad aka, meni bermang. Uning bu gapi hamma shubhalarimni tarqatib yubordi. Demak, Muhabbat xonim haq ekan, Sultonali unga azob bergan. Qaror qildim, men sotilmayman. Lekin o'sha tunda kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Muhabbat xonim jon berdi. Uyda motam boshlandi. Va ayni shu paytda hovliga politsiya va prokuratura xodimlari bostirib kirdi. Ularning boshida kulib turgan Qahramon va Sultonalining advokati turardi. Asad Abdullayev, dedi prokuror. Siz Muhabbat Sultonovani qasddan zaharlab o'ldirishda va vasiyatnomani soxtalashtirishda gumonlanib hibsga olinasiz. Shayton o'zining ikkinchi rejasini ishga solgandi. Meni qo'limga kishan solib, Muhabbat xonimning uyi oldidan olib chiqib ketishdi. Marjona yuqori qavat derazasidan qarab, oynani mushtlab yig'lardi. Uning ovozi eshitilmasdi, lekin lablari Asad aka deb pichirlayotganini ko'rib turardim. Meni to'g'ri tergov izolyatoriga olib borishdi. Tergovchi semiz, ko'zlari qisqan bir odam stol ustiga daliliy ashyolarni qo'ydi. Xo'sh, Asad Abdullayev, o'yin tugadi. Mana bu flakon sening yotoqxonangdagi yostiq tagidan topildi. Ichida mishyak, kuchli zahar, Muhabbat Sultonovaning qonidan ham xuddi shu zahar topildi. Bunga nima deysan? Achchiq kulib yubordim. Bu Qahramonning ishi, ular meni tuzoqqa tushirishdi. Muhabbat xonim saratondan o'ldi. Ekspertiza xulosasi bor, dedi tergovchi sovuqqonlik bilan. Saratoni bor edi, to'g'ri, lekin o'lim sababi o'tkir zaharlanish. Bundan tashqari Qahramon guvohlik berdi. Uning aytishicha, sen unga kampirni tezroq o'ldirsam, boylikka ega chiqaman deb aytgansan. Hamma yo'l yopilgan edi. Sultonalining puli va Qahramonning ayyorligi birlashib meni burchakka tiqagandi. Senga taklifim bor, dedi tergovchi ovozini pasaytirib. Hozir iqrorlik ko'rsatmasini yoz, jahl ustida qildim deysan. Biz senga yengillik beramiz, 15 yil bilan qutulasan. Agar yozmasang, umrbod qamoq, onang ham sherik sifatida tergovga tortilishi mumkin. Onam. Yana onam bilan tahdid qilishyapti. Tishimni tishimga bosdim. Men o'ldirmadim va hech narsani imzolamayman. Agar onamga tegisalaring, bu yerdan chiqib hammangni bo'g'izlayman. Tergovchi ishora qildi. Kameraga ikkita barvasta lo'kay kirdi. Ular meni do'pposlashni boshlashdi. Hushimni yo'qotguncha faqat Marjona o'yladim. U bechora nima bo'ldi? Bo'rilarning qo'liga tushdimi? Men qamoqda kaltak yeyotgan paytda Marjona o'z uyidan olib chiqib ketishdi. Qahramon uning qo'lidan sudrab Sultonalining mashinasiga tiqdi. Marjona qichqirardi, tishlardi, lekin kuchi yetmasdi. Sultonali uni shahar tashqarisidagi o'zining maxsus qo'riqlanadigan villasiga olib bordi. Villada Sultonali Marjona bir xonaga qamadi. Bu xona oppoq, devorlari yumshoq, jinnixonadagidek edi. Xo'sh, qizim, dedi Sultonali kirib kelib, u juda muloyim ko'rinardi. Meni tanidingmi? Men dadangman. Marjona burchakka qisilib oldi. Yo'q, siz dadam emassiz, siz yomonsiz. Asad aka qani, onam qani? Sultonali xo'rsindi. Onang o'ldi, Asad esa u onangni o'ldirgani uchun qamaldi. Endi faqat ikkimiz qoldik. Marjona boshini chayqadi. Yolg'on, Asad aka yaxshi, siz o'ldirgansiz. Sultonalining sabri tugadi. U Marjona jag'idan ushlab o'ziga qaratdi. Menga qara, tentak, men senga ertak aytib bergani kelmadim. Meni eshityapsanmi? 15 yil oldin men senga raqamlar ko'rsatgandim, qizil doskada, esladingmi? Marjona ko'zlarini yumib oldi. Eslamayman, ket. Sultonali qarsak chaldi. Xonaga oq xalatli bir doktor kirdi. Qo'lida shprits bor edi. Bu haqiqat dorisi, dedi Sultonali. Buni yuborsak miyangdagi hamma narsa otilib chiqadi, lekin juda og'riqli bo'ladi. Marjona yig'lab yubordi. Asad aka, qutqaring. Kutilmagan najot. Meni tergov izolyatoridan markaziy qamoqxonaga yetkazishayotgandi. Maxsus mashina, avtozak tunda yo'lga chiqdi. Ichimda umid sinig'i yo'q edi. Endi o'limga mahkum edim.
Mashina shahar chetidagi kimsasiz yo'ldan ketayotganda birdan qattiq portlash ovozi eshitildi. Mashina ag'darilib ketayozdi va to'xtadi. Tashqarida o'q ovozlari yangrardi. Sultonali meni yo'lda o'ldirtirmoqchi shekilli deb o'yladim. Orqa eshik ochildi. Qarshimda qora maskali avtomatli yigitlar turardi. Asad Abdullayev kim deb baqirdi bittasi. Men. Ular meni sudrab tushirishdi va boshqa mashina orqasiga olib o'tdi. U yerda qora Land Cruiser turardi. Mashina eshigi ochildi va ichkaridan Said Baraka ko'rindi. U sigaret chekib o'tirardi. Xo'sh, kuyov bola, safar tugadi. Hayron qoldim. Siz meni qutqardingizmi? Said kuldi. Men emas, muhabbat qutqardi. U o'limidan oldin menga katta summa va bir papka qoldirgan. Agar meni o'ldirishsa va Asadni qamashsa, uni olasan, u mening qizimning yagona umidi, degan. Men lafzli odamman. Biz mashinada ketdik. Hozingina seni qidiruvga berishadi, dedi Said. Rasman sen qochqinsan, lekin menda Sultonalini to'xtatish uchun bitta kozir bor. Nima u? Muhabbat menga Sultonalining 15 yil oldingi jinoyatlari yozilgan fleshkani ham bergan. Agar bu fleshka prokuraturaga, halol prokurorlarga yetsa, Sultonalini umrbod qamashadi. Lekin bizga vaqt kerak. Sultonali Marjonni qiynayapti, kodni olishi bilan qizni o'ldiradi. Ular qayerda deb so'radim mushtumni tugib. Tog'dagi Burgut villasida juda mustahkam qo'riqlanadi, lekin mening yigitlarim tayyor, bugun tunda hujum qilamiz. Men ham boraman, dedim qat'iy. Borasan, Marjonni faqat sen tinchlantira olasan. Villada Sultonali o'z maqsadiga erishish uchun eng past usullarni qo'llayotgandi. Dori ta'sir qilmagach, Marjonni organizmi dorini ko'tarmay talvasaga tushib qoldi. Sultonali boshqa yo'lni tanladi. U katta ekranda mening, Asadning kaltaklanayotgan videoyimni qo'ydi. Buni tergovchidan olgandi. Qara, deb baqirdi Sultonali. Sevgiling o'lyapti, agar hozir raqamlarni aytmasang, men uning kallasini uzib tashlayman. Marjona ekrandagi qonli yuzimni ko'rib dod solib yubordi. U qo'llari bilan boshini ushlab polga yiqildi. Uning miyasida blok ochildi. Qo'rquv va muhabbat kuchliroq chiqdi. Aytaman, deb qichqirdi Marjona. Aytaman, faqat Asad akani urmang. Sultonali xursand bo'lib diktofonni yoqdi. Ayt qizim, eshitaman. Marjona tebranib ko'zlarini bir nuqtaga tikdi. U xuddi robot kabi gapira boshladi. Qizil kvadrat 7845. Shimol 99 oqqush. Bu shunchaki raqamlar emasdi, bu so'zlar va raqamlar aralashmasi edi. Sultonali qog'ozga yozib olardi, uning qo'llari titrardi. 100 million dollar. Marjona 10 daqiqa davomida to'xtamay gapirdi. Oxirida u jim bo'ldi va hushidan ketdi. Sultonali qog'ozga qaradi, kod to'la edi. U qahramonga o'girildi. Qahramon ham shu yerda, kipsli qo'li bilan turardi. Kodni oldik, qiz endi kerak emas. Nima qilamiz, deb so'radi qahramon. Baxtsiz hodisa. Uyingni yoqib yubor, qiz ichida qolib ketsin. Asad uni qutqaraman deb keldi va ikkalasi yonib ketdi deb ssenariy tuzamiz. Qahramon benzin kanistrini oldi. U Marjona xonasiga kirdi. Marjona polda behush yotardi. Qahramon benzinni xonaga va Marjona atrofiga sepdi. Xayr, jiyan, dedi u gugurtni yoqib. Sen tug'ilmasliging kerak edi. Shu payt deraza oynasi jarang etib sindi. Tashqaridan snayper o'qi qahramonning yelkasiga tegdi. Qahramon yiqildi. Gugurt qo'lidan tushib ketdi, lekin benzinga yetmadi. Hujum, deb baqirdi Sultonali tashqariga qarab. Darvozani yuk mashinasi buzib kirdi. Said Barakaning odamlari va men ichkariga bostirib kirdik. Haqiqiy urush boshlandi. Men otishma ichida uyga qarab yugurdim. Marjona, men keldim. Uy ichida tutun bor edi, gugurt boshqa joyga tushib parda yonib ketgandi. Xonaga kirdim, qahramon yerda to'pponcha olib, Marjona nishonga olib turardi. U yarador bo'lsa ham o'ch olishni istardi. Qimirlama, Asad, dedi u xirillab. Bir qadam bossang, miyasini sochib yuboraman.
To'xtadim, qo'limdagi qurolni tushirdim. Marjona o'ziga keldi, u qahramonni va meni ko'rdi. Asad aka, dedi u zaif ovozda. O'qni tushir, qahramon, dedim. Hamma narsa tugadi, politsiya yo'lda. Men uchun baribir, deb baqirdi qahramon. Men baribir o'likman, lekin senlarni ham o'zim bilan olib ketaman. U tepkini bosmoqchi bo'ldi. Shu on Marjona ko'zlarida g'alati o'zgarish bo'ldi. U poldan shishaning siniq bo'lagini oldi va kutilmagan chaqqonlik bilan qahramonning oyog'iga sanchdi. Qahramon og'riqdan baqirib mo'ljalni yo'qotdi. O'q shiftdagi qandilga tegdi. Fursatdan foydalanib qahramonga tashlandim. Bu safar uni ayamadim. Lekin asosiy dushman Sultonali qochib ketayotgandi. U vertolyot maydonchasi tomon yugurardi. Sultonali vertolyot maydonchasiga yugurib chiqdi. Qo'lida kod yozilgan qog'oz va diplomat bor edi. Vertolyot parraklari aylanib turardi. Tezroq uch, deb baqirdi u uchuvchiga, lekin uchuvchi joyidan qimirlamadi. U sekin boshini o'girdi. Bu uchuvchi emas, Said Barakaning odami edi. Reys bekor qilindi, xon, dedi u to'pponchani Sultonaliga qaratib. Sultonali orqaga tisarildi. Shu payt zinadan men va Said Baraka chiqib keldik. Sultonali qopqonga tushgandi. U vahima bilan atrofga qaradi. Keyin telefonini olib bank ilovasiga kirdi va Marjona aytgan kodlarni terishga shoshildi. Hozir pullarni boshqa hisobga o'tkazaman va hammangni sotib olaman, deb baqirdi u telbalarcha. Menda $100 million bor. U kodni terdi, tasdiqlash tugmasini bosdi. Ekranda yozuv paydo bo'ldi. Sultonalining ko'zlari kosasidan chiqib keta yozdi. Nima? Bu bo'lishi mumkin emas. U telefonni yerga urib sindirdi va tiz cho'kib qoldi. Muhabbat, deb o'kirdi u osmonga qarab. O'lib ham meni laqillatding, jodugar. Unga yaqinlashdim va yerdagi singan telefonga qaradim. Ekranda qizil harflar bilan hisob raqam bloklangan, mablag' yo'q degan yozuv va kulib turgan smaylik belgisi qotib qolgandi. Shu payt uzoqdan politsiya sirenalari eshitildi. Said Baraka Muhabbat xonim bergan fleshkani prokuraturaga yetkazgandi. Sultonalini qo'liga kishan solishdi. U qarshilik qilmadi. Uning ruhi allaqachon o'lgandi. Bu 15 yil davomida qidirgan xazina shunchaki sarob edi. Sultonali va qahramon qo'lga olingandan keyingi haftalar hayotimdagi eng g'alati davr bo'ldi. Bir tomondan hamma narsa tugagandek tuyulardi. Dushmanlar ortda qoldi. Muhabbat xonimning o'limi uchun qasos olindi. Marjona xavfsiz edi. Lekin boshqa tomondan men o'zimni butunlay notanish bir dunyoda topgandim. Endi men oddiy taksichi Asad emasdim. Men yirik qurilish kompaniyasining rasmiy egasi, milliardlab so'mlik aktivlarning boshqaruvchisi va eng muhimi, Marjona ismli mo'jizaviy qizning qonuniy vasiysi edim. Bu mas'uliyat yelkamga tog'dek bosardi. Dafn marosimi kuni osmon bulutli va sovuq edi. Muhabbat xonimni shahar chetidagi eski qabristonga, o'zi oldindan tayyorlab qo'ygan maqbaraga dafn qilishdi. Marosimga faqat eng yaqin odamlar keldi. Said Baraka, uning bir nechta ishonchli odamlari, kompaniyaning bosh hisobchisi va advokat Xurshida opa. Marjona onasining tobuti oldida uzoq vaqt jim o'tirdi. U yig'lamasdi, lekin ko'zlaridagi bo'shliq meni qo'rqitardi. Uning dunyosida o'lim tushunchasi yo'q edi. U faqat onasi endi qaytib kelmasligini his qilardi. Asad aka, dedi u marosim tugagach qo'limni mahkam ushlab. Endi siz meniksiz, onam aytdi. Siz meni hech qachon tashlab ketmaysiz, to'g'rimi? Uning ko'zlariga qaradim. Bu ko'zlar shunchalik pok va ishonchli ediki, tomog'imga tiqilgan yumaloq nafasimni zo'rg'a chiqardim. To'g'ri, Marjona. Men seni hech qachon tashlab ketmayman. Shu lahzada men tushundimki, endi mening hayotim butunlay shu qizga bag'ishlangan. U mening singlim, qizim, oilam, hammasi edi. Qabristondan qaytganimizda bizni qasr oldida kutilmagan mehmonlar kutib turardi. Bu Muhabbat xonimning uzoq qarindoshlari, jiyanlari, amakivachchalari edi. Ularning yuzida qayg'u emas, balki ochko'zlik va intizorlik aks etardi.
Ularning boshida qahramonning onasi, o'sha zaharlicha kampir Mehribonu turardi. U qo'lida qandaydir qog'ozlar ushlab olgandi. "Voy, kuyov bola", dedi u meni ko'rib. "Nima, xo'jayin bo'lib oldingmi endi? Katta uylar, mashinalar, pullar. Hammasi endi senikimi? Nima istaysiz, Mehribonu xola?" deb so'radim sovuqqonlik bilan. "Men istaymanki, adolat qaror topsin", dedi u ovozini balandlatib. "Bu vasiyatnoma soxta. Mening jiyanim Muhabbat o'lim oldida aqli joyida emasdi. Siz undan foydalanib hujjatlarni soxtalashtirgansiz. Men sudga ariza berdim, bu masala shu yerda tugamaydi." Orqasidagi qarindoshlar g'ung'illashdi, ba'zilari "To'g'ri, to'g'ri" deb baqirishdi. Men chuqur nafas oldim. Mehribonu xola, vasiyatnoma notarius tomonidan tasdiqlangan, videoyozuv bor, Muhabbat xonim o'z ixtiyori bilan imzo chekkan. Agar sudga bermoqchi bo'lsangiz, menda hech qanday e'tiroz yo'q. Lekin hozir bu uydan chiqib keting, bu yerda motam. Mehribonu menga nafrat bilan qaradi. "Hali ko'rasan, Asad. Sen bu pulni yeb ketolmaysan. Men advokatlarim bilan kelaman." Ular mashinalariga o'tirib ketishdi. Lekin ularning tahdidlari havoda osilib qolgandi. Shu kuni kechqurun Said Baraka bilan uzoq gaplashdim. U menga haqiqiy vaziyatni tushuntirib berdi. "Asad, sen oddiygina urushda g'alaba qozonding. Endi katta urush boshlanadi. Muhabbatning qarindoshlari shunchaki bezovta hasharotlar emas, ularning orqasida yirik amaldorlar, prokurorlar va hatto xalqaro jinoyatchilar bor. Sultonali qamoqqa tushgan bo'lsa-da, uning odamlari hali ham kuchli. Ular seni shunchaki yo'q qilish uchun emas, balki Marjona miyasidagi sirni olish uchun ov qilishadi." "Marjona kodlarni aytdi-ku", dedim hayron bo'lib. "Nega endi uni ov qilishsin?" Said kuldi. "U aytgan kodlar soxta edi, Asad. Muhabbat buni oldindan rejalashtirgan. U qiziga soxta kodlarni o'rgatgan, haqiqiy kodlar esa qayerdadir boshqa joyda. Va bu sirni faqat Marjona biladi, lekin u buni ongli ravishda bilmaydi. Uning miyasida shifrlangan xotira bor. Va bu xotirani ochish uchun maxsus kalit kerak. Aynan shu kalitni hamma qidirmoqda." "Qanday kalit?" deb so'radim. Said menga jiddiy tikildi. "Buni hech kim bilmaydi. Balki biror musiqa, balki biror rasm, balki biror so'z. Muhabbat shuni senga aytmoqchi bo'lgan, lekin ulgurmagan. Endi bu sirni sen o'zing topishing kerak. Va shoshil, chunki dushmanlar uxlamaydi." Keyingi kunlarim Marjona va uning g'alati dunyosini tushunishga urinish bilan o'tdi. Men ko'p vaqtimni u bilan birga o'tkazardim. Uning xonasida soatlab o'tirib, rasm chizishini kuzatardim. U asosan tabiat manzaralarini, gullarni, kapalaklarni chizardi. Lekin ba'zida uning rasmlarida g'alati shakllar paydo bo'lardi, geometrik figuralar, chiziqlar, raqamlar. Bir kuni u katta oq qog'ozga butunlay qora fon ustida oq nuqtalar chizdi. Nuqtalar xuddi yulduzlar xaritasidek joylashgandi. "Marjona, bu nima?" deb so'radim. U menga qaradi va jilmaydi. "Osmon. Onam aytgan osmon." "Qaysi osmon?" "Ongiz aytgan osmon. U yerda kalit yashiringan." Yuragim tezlashdi. "Marjona, qanaqa kalit?" U boshini chayqadi. "Bilmayman. Onam aytdi. Kalit osmonda, lekin uni faqat chin sevgi ko'ra oladi." Bu topishmoq meni aqldan ozdiradigan darajada murakkab edi. Chin sevgi nima degani? Kalit qanday qilib osmonda bo'lishi mumkin? Shu payt telefonim jiringladi. Ekranda notanish raqam. Ko'tardim. "Asad, salom. Meni tanidingmi?" Ovoz ayol kishiniki edi, yumshoq, lekin sovuq. "Yo'q, siz kimsiz?" "Men Sultonalining qiziman. Marjona singlim. Otam qamoqda, lekin men uning ishini davom ettiraman. Va men senga taklif bilan kelganman." "Hech qanday taklifni qabul qilmayman", dedim qat'iy.
Shoshma, Asad. Men bilaman, sen haqiqiy kodni qidiryapsan. Lekin uni topa olmaysan. Chunki kodning bir qismi menda, bir qismi esa sening qo'lingda. Agar birlashsak, ikkalamiz ham boyib ketamiz. Agar birlashmasak, u jim qoldi. Nima bo'ladi deb so'radim. Marjona yuragi to'xtab qoladi. Asta-sekin, sezilmasdan. Va sen bunga hech narsa qilolmaysan. Telefon uzildi. Men vahimaga tushdim. Darhol shifokorlarni chaqirdim, ular Marjona to'liq tekshirishdi. Natijalar: hech qanday muammo yo'q, u sog'lom. Lekin keyingi kunlarda Marjona o'zini g'alati tuta boshladi. U ko'p uxlardi, ishtahasi yo'qoldi, ba'zida to'satdan boshi aylanib yiqilardi. Shifokorlar sababini topa olmasdi. Ehtimol stress deyishardi ular. Lekin men bilardim, bu Sultonalining qizining ishi edi. U Marjona organizmiga qandaydir sekin ta'sir qiluvchi zaharni kiritgan. Men Said Barakaga qo'ng'iroq qildim. Said, Marjona kasal. Uni zaharlashgan shekilli. Sultonalining qizi. U menga qo'ng'iroq qildi, birlashishni taklif qildi. Said jim qoldi. Sultonalining qizi. Uni Zulfiya deyishadi. U otasidan ham xavfliroq. U nafaqat jinoyatchi, balki professional toksikolog ham. Agar u Marjona zaharlagan bo'lsa, oddiy shifokorlar buni topa olmaydi. Senga maxsus odam kerak. Qanday odam? Men bilgan bir zahar mutaxassisi bor. Uni Odina deb atashadi. U o'tmishda kib laboratoriyalarida ishlagan, hozir esa yer ostida yashirincha ishlaydi. Lekin uni topish oson emas. Menga uning manzilini bering. Said bir soniya ikkilandi. U Toshkentning eski shahar qismida, Olmazor dahasidagi tashlandiq binolardan birida yashaydi. Lekin ehtiyot bo'l, Asad. U begonalarni yoqtirmaydi. Va u yolg'iz ishlaydi. Agar u senga yordam berishni rad etsa, boshqa hech kim qila olmaydi. Ertasi kuni erta tongda men yolg'iz o'zi Olmazor tomon yo'l oldim. Said Barakaning ogohlantirishiga qaramay, o'zim bilan hech kimni olmadim. Bu ishni shaxsan hal qilishim kerak edi. Eski shaharning tor ko'chalari, qadimiy hovlilar, tashlandiq binolar. Nihoyat men izlagan manzilni topdim. Bu eski 2 qavatli bino edi, devorlari suvoqlari ko'chgan, derazalari taxtalar bilan yopilgan. Ichkaridan nimadir yonayotganning tutuni chiqib turardi. Eshikni taqillatdim. Javob yo'q. Yana taqillatdim. Ichkaridan ayol kishining ovozi eshitildi. Kim u? Men Odina xonimni izlayapman. Muhim masala. Eshik sekin ochildi. Ostonada 60 yoshlardagi, sochlari oppoq, lekin ko'zlari o'tkir bir ayol turardi. Uning qo'lida kichik kimyoviy kolba bor edi. Men Odinaman. Nima istaysan, yigit? Menga yordam kerak. Mening singlim zaharlangan. Oddiy shifokorlar buni topa olmayapti. Odina menga diqqat bilan qaradi. Kim yubordi seni? Said Baraka. Bu ismni eshitgach, uning yuzi o'zgardi. Said. U hali tirikmi? Mayli, kir. Ichkariga kirdim. Xona laboratoriyaga o'xshatilgan edi. Hamma yoqda probirkalar, kolbalar, mikroskoplar. Devorlarda kimyoviy formulalar va anatomiya diagrammalari. Odina stol oldiga o'tirdi va qo'lida sigaret tutatdi. Gapir, kim seni zaharlagan? Sultonali degan odamning qizi. Zulfiya. U mening singlim Marjona nimadir qilgan. Singlim autizm bilan og'riydi, u oddiy qiz emas. Odina birdan qo'lini ko'tardi. To'xta. Marjona dedingmi? Muhabbatning qizi Marjona. Hayron qoldim. Siz ularni bilasizmi? Odina chuqur xo'rsindi. Bilaman. Ko'p yillar oldin men Muhabbatning shaxsiy shifokori edim. Aynan men Marjona davolashga urinardim.
Va aynan men Zulfiyaning onasini davolaganman. Zulfiyaning onasini. Ha, u ham xuddi Marjona kabi zaharlangan edi. Lekin o'shanda men uni qutqara olmadim. U o'ldi. Va endi tarix takrorlanyapti. Odina stol tortmasidan eski papkani chiqardi. Ichida fotosuratlar, tibbiy xulosalar, retseptlar bor edi. Mana, qara. Bu Zulfiyaning onasi Nodira. U Sultonalining birinchi xotini edi. Sultonali uni xuddi shunday sekin zaharlab o'ldirgan. Sababi u ham Marjona kabi biror sirni bilgan. Va endi Zulfiya otasining izidan ketyapti. U shu zaharni takomillashtirgan. Bu zahar oq ajdar deb ataladi. U organizmga tushgach, sekin bir necha hafta davomida yurak ritmini buzadi va nihoyat yurak to'xtaydi. Hech qanday ekspertiza buni topa olmaydi. Uni qanday to'xtatish mumkin deb so'radim vahima bilan. Odina boshini chayqadi. Antidot faqat bitta. Lekin uni tayyorlash uchun menga zaharning asl formulasini bilish kerak. Bu formula esa Zulfiyaning qo'lida. Agar sen unga birlashishni taklif qilsang, balki u formulani berar. Lekin bu tuzoqqa tushish demakdir. Boshqa yo'l yo'qmi? Odina menga tikilib qoldi. Bitta yo'l bor. Lekin u juda xavfli. Zulfiyaning o'zidan antidotni o'g'irlab olish. Buning uchun uning laboratoriyasiga kirish kerak. Laboratoriya esa uning uyida qattiq qo'riqlanadi. Men buni qilaman, dedim o'ylab o'tirmasdan. Marjona o'lishiga yo'l qo'ymayman. Odina menga qarab jilmaydi. Sen haqiqatan ham fidoyi ekansan, Asad. Muhabbat senga ishongani bejiz emas ekan. Mayli, men senga yordam beraman. Lekin avvalo Marjona ko'rishim kerak. Uning ahvolini o'zim baholashim lozim. Bugunoq boramiz, dedim. Odina bilan qasrga qaytdik. U Marjona ko'zdan kechirdi, pulsini o'lchadi, qon namunasini oldi. Keyin uzoq vaqt mikroskopda nimalarnidir tekshirdi. Nihoyat u menga o'girildi. Ahvoli jiddiy. Zaharning birinchi bosqichi boshlangan. Agar bir hafta ichida antidot topilmasa, ikkinchi bosqich boshlanadi. Va undan keyin uni qutqarish juda qiyin bo'ladi. Unda vaqtni boy bermaylik. Zulfiyaning laboratoriyasiga qanday kiramiz? Odina stol ustiga Zulfiyaning uyi rejasini yoydi. Bu yerda asosiy kirish joyi. Bu yerda qo'riqchilar posti. Laboratoriya esa yerto'lada. Lekin bitta zaif nuqta bor, ventilyatsiya tizimi. Agar sen ventilyatsiya orqali yerto'laga tushsang, qo'riqchilarni chetlab o'tishing mumkin. Lekin bitta muammo bor, ventilyatsiya ichida harakat datchiklari o'rnatilgan. Agar ular ishlasa, signal ishga tushadi va sen qopqonga tushasan. Datchiklarni qanday o'chirish mumkin? Ularni o'chirib bo'lmaydi. Lekin ularni aldash mumkin. Buning uchun senga maxsus kostyum kerak. Bu kostyum tana haroratini 0 ga yaqin darajaga tushiradi va datchiklar uni sezmaydi. Menda shunday kostyum bor. Eski kip zamonlardan qolgan. Men tayyorman, dedim. O'sha kechasi men Odina bergan maxsus kostyumni kiyib Zulfiyaning uyi tomon yo'l oldim. Bu uy shahar chetidagi hashamatli villalardan biri edi. Tunda u yer jimjit va sovuq edi. Men ventilyatsiya shaxtasini topdim va ichkariga kirdim. Ichkarida tor va qorong'i yo'lak. Sekin, juda ehtiyotkorlik bilan sudralib bordim. Datchiklar yonidan o'tayotganimda yuragim to'xtab qolayozdi. Lekin ular ishlamadi. Kostyum o'z vazifasini bajardi. Yerto'laga tushdim. Laboratoriya kutilganidan ham kattaroq edi. Hamma yoqda zamonaviy asbob-uskunalar, kompyuterlar, muzlatgichlar. Men stol ustida turgan kichik seyfni ko'rdim. U ochiq edi. Ichida qator probirkalar va ularning oldida yorliqlar. Oq ajdar, asl oq ajdar, kuchaytirilgan antidot tajriba nusxasi. Mana, antidot shu edi.
Qo'lim cho'ntagimdagi kichik sumkaga probirkani solmoqchi bo'ldim. Shu payt orqamdan sovuq ovoz eshitildi. Juda aqlli ekansan, Asad. Orqaga o'girildim. Qarshimda Zulfiya turardi. U baland bo'yli, qora sochli, ko'zlari sovuq va jozibali ayol edi. Qo'lida to'pponcha. Seni kutgandim. Odina senga yordam berishini bilardim. U doim muhabbat tomonida edi. Zulfiya, bu ishni to'xtat. Marjona begunoh. Begunoh. Zulfiya kuldi. Hech kim begunoh emas, Asad. Mening onam ham begunoh edi. Lekin muhabbat uni qutqarmadi. Endi men ham uning qizini qutqarmayman. Bu adolat. Bu qasos. Ko'r-ko'rona qasos. Siz otangizdan farqingiz yo'q. Zulfiyaning ko'zlari chaqnab ketdi. Meni otam bilan taqqoslama. Men undan kuchliman. Va men senga so'nggi marta taklif qilaman. Menga haqiqiy kodni ber, men antidotni beraman. Marjona o'lmaydi, sen boyib ketasan, ikkalamiz ham yutamiz. Men haqiqiy kodni bilmayman, dedim. Bilsam ham aytmasdim. Chunki bu pul qonga belangan. Muhabbat xonim aytganidek bu pullar la'natlangan. Zulfiya g'azabdan qizarib ketdi. Unda o'zing bilasan. U tepkini bosmoqchi bo'ldi. Shu payt laboratoriya eshigi buzib ochildi. Ichkariga Said Barakaning odamlari bostirib kirishdi. Zulfiya orqaga tisarildi, lekin qochib ulgurmadi. Uni qo'lga olishdi. Men seyfdan antidotni oldim va uni ko'tarib ko'rsatdim. Marjona qutqarildi. Antidot ish berdi. Odina uni Marjona organizmiga kiritgach, bir necha soat ichida uning ahvoli yaxshilandi. Nafas olishi normallashdi, rangi o'ziga keldi, ko'zlari yana avvalgidek porlay boshladi. Asad aka, dedi u jilmayib. Men uzoq vaqt uxladimmi? Ha, Marjona, uzoq vaqt uxlading. Lekin endi hammasi yaxshi. Uning sochlarini siladim. Zulfiyani politsiyaga topshirishdi. U Sultonali singari uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Ammo sud jarayonida u bir narsani aytdi. Asad, sen haqiqiy kodni topa olmaysan. Chunki u sen o'ylagan joyda emas. Marjona o'zi bilmagan holda uni himoya qilmoqda. Va bir kun kelib bu sir o'z-o'zidan ochiladi. Lekin unda kech bo'ladi. Bu so'zlar miyamda uzoq vaqt aylanib yurdi. Bahor keldi. Qasr atrofidagi bog' gullarga burkandi. Marjona o'zini ancha yaxshi his qilardi. Odina uni muntazam tekshirib turar, organizmida zahardan asar ham qolmagandi. Men esa asta-sekin yangi hayotga moslashib bordim. Kompaniyani boshqarishni o'rgandim, biznes sheriklar bilan tanishdim, yangi loyihalarni boshladim. Lekin har kecha uxlasam, Zulfiyaning so'zlari qulog'im ostida jaranglab turardi. Kod sen o'ylagan joyda emas. Bir kuni kechqurun men Marjona xonasiga kirdim. U odatdagidek rasm chizayotgandi. Bu safar u katta qizil atirgul rasmini chizgandi. Gulning o'rtasida g'alati belgi bor edi. Marjona, bu belgi nima, deb so'radim. U menga qaradi va jilmaydi. Bu kalit, Asad aka. Onam aytgan kalit. Qanaqa kalit? Ongiz aytdi. Kalit gulda yashiringan. Lekin uni faqat chin sevgi ocha oladi. Chin sevgi nima? Marjona boshini egib o'ylanib qoldi. Keyin sekin javob berdi. Bu siz, Asad aka. Siz meni himoya qilasiz. Siz meni sevasiz. Bu chin sevgi. Uning so'zlari yuragimni eritib yubordi. Men tushundimki, muhabbat xonimning topishmog'i javobi oddiy edi. Kod hech qanday raqamlarda yoki xaritalarda emas, balki insoniy munosabatlarda, mehr-muhabbatda, sadoqatda yashiringan edi. Marjona miyasidagi blokni ochish uchun unga kod emas, balki haqiqiy sevgi kerak edi. Va bu sevgi men edim.
O'sha oqshom Marjona birinchi marta o'z ixtiyori bilan, qo'rqmasdan va istarasi issiq holda menga uzoq vaqt quchoqlab o'tirdi. U gapirmasdi, lekin uning yuragi shunday kuchli urardiki, bu urishlar rahmat degan so'zdan ham kuchliroq edi. Va men tushundimki, men hayotimdagi eng to'g'ri qarorni qabul qilganman. Men pul uchun emas, qo'rquv uchun emas, balki sevgi uchun kurashganman. Va bu kurashda g'alaba qozonganman. E'tiboringiz uchun rahmat. Yuqoridagilardan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Hayot daraxti kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.